Птица нам не раком космодрома. Не это ледяная синева. Mana Instagramda yulduz bo'lsanglar, ko'chada yurgani ham mana qilishmaydi, yo'l berishmaydi, onasini ham traktor kelib olib. O'zbekistonga borsam nima bo'larkin? Zvizda bo'lish naqadar qiyin. Qiynalib ketdim zvizdalikdan. Ama ishoninglar, Zaynab qivordi, kimligini bilmayman, akamisiz, opamisiz, lichkamga yozing, akkauntingiz kerak. Vizlom qilolmayapman, bering menga demay, beraveray sizga onasini ham shu Evilshoh akkauntini. Tamma menga mana autentifikatsiyadan parollar, siz kirmoqchimisiz, voydot review qayta ko'ring, isbotlang degan SMSlar Gmaildan kelib mashetdan qivordi. Ikkita ekan pishayman, qaranglar aka-uka. Bular olib ketaymikin, realni olib ketkim kelyapti, lekin bular Amerikada bu onayni nimaga haligi zafiliyada sizlarni ayblab qamab yuborishi ham mumkin. Lekin men o'sini olib ketgan bo'lardim sarig'ini. Monisi xuni ekan. Nima deysizlar akalar? Itaraymi yo'qmi? Qismi qarashini qaranglar. Men dobriyligimni biladi. Orqamdan yursang olib ketaman seni. Itakansan, ko't tezalay. Ilohim seni koreyslar ushlab yeyishversin. Kisi. Kisi. O'g'illigimgina Amerikada mishiga rasa qimmati. Mana shu $1,5 atrofida turadi. Ma. Biz mahallada ko'tiga tepib, biqiniga tepib, nos chektirib o'ltirib o'ynardik yoshligimizda. Hozir bizda ham qamab olsa kerak bu narsalarga. Zapravka remont bo'lyapti, akalar ishlamayapti. Bunaqa mobilniy obyektlar olib kelib qo'yib qo'ygan vagonchalar. Hozir mana uni ichi polni magazin, bunisi esa tualet, женский мужской qilib qo'yishgan. Ajoyib misol ekan. Bir og'iz aytmasam ham menga smuzi ko'tarib kelibdi, mana qaranglar. Dunyodagi eng yaxshi insonlardan biri sizda aylanib ketdi. Quchoqlab kelishingiz. Gap yo'q lekin. Shogird bola videoga olishimga rosa uyalyapti. Aka qo'yishingizcha olmen deyapti, lekin videoga olmas dedi. Iloji yo'q. Bu shogird bola emas, bu gul bolami qo'lida qilyapti turgan mehnatini qaranglar, aylanib ketdi. 100 yilda birimiz o'zi bunaqa narsalar biz uchun bayram mana. Aylanib ketdi. Trakka chiqishdan oldin bir bizga ovqat qilib beray, aka qo'limda bir tatib ko'ringlar. Men hamma maqtaydi. Sizlar ham bir maqtaylar deb ovqat pishirib beryapman, qalampirlarni solib. Meni qalampir yeyishim yaxshi biladi-da. Nima ovqat bu? Shogird bola? Makaron qilmoqchi edim, so'yiq. Ozgina qo'yib olib ketib, produktlar ko'p bo'lib. Sochingiz kepkaga o'xshab qopti tepasi. Yo'q, kepka emas, kepkani bostirib kiyganman, orqasidan kiyganchim. Yetsangiz ham kepka bo'lib turaveradigan bo'lib qopti-da. Mani suvlarni ham shogird bola olib keldi, aylanib ketdi. Rasali omadli odamman-da. Erkak kishining omadi bilan o'ynashma.